Nima uchun Goja o'lmasa, Jugulyan o'ttirg'i chiqmaydi deydi. Mazmunning ikkinchi qismi. Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olib, filmning davomini ko'ringlar. Endi Sausav Shujo hujum qilib, bu yerda Lyubuni yo'qotmoqchi bo'lgan vaqtning o'zida bu yerda Goja yana tadbir ko'rsatib, otbola Chinkuylar orqali Lyubu bilan Chingguning o'ttirsa so'g'aqchilik qilib, bu yerda ustulik bilan, to'liq g'albi bilan bu yerda Shujoni qo'lga keltirdi. Lyubu bu yerda mag'lub bo'lib, Shafi baliq chiqingandan keyin Chingguning maslahati bilan jangni amal va uzoq so'zmoq oldu. Şunun bilan bu yerdagi Sausavning yeni ochliq masalasi var emasmi? Shularni o'ylab bu yerda Sausav chiqinmoqchi bo'ldi va chop etgan kichikliya to'sal. Bu bilan tutishmaydigan vaqtning o'zida Goja yeni aql ko'rsatdi. Savg'o jamoat urush qilmasaqmi, yomg'ir fasli yaqinlab qoldi deb havo rayoni oldin o'ylashdi Goja miyada. Shu tufayli Lyubuni yana asalli mag'lub qildi. Endi shundan keyin Sausav Yuanshuning qoldiq qo'shinlarini yo'qotish uchun bu yerda Lyubeyga 50 ming kishi qo'shinni berib otlantirdi. Shu vaqtning o'zida Goja bilan Chingyu 2 yilsi Sausavning endi yo'q. Shuning uchun Sausav o'zli hukm chiqarib shunday bir xatolikni sodir qildi. Endi bu yer Goja bilan Chingyu kelgandan darhol bu ishni qilib turdi va ketganki Lyubey anda qilish mumkin deydi. Endi Sausav o'zining xatoligini bildi-yu, endi amal yo'q da shunami Chikunraytsa o'zining qo'shiniga o'zi hujum qildi. Uningdan bu yer Yuanshu bilan Lyubeyni ikkisini urush qilib, bir yo'lbosini yo'qotdig'ini sal yaxshi yana. Keyin Sausav Shujoni qaytarib olish uchun Lyubey jazo yurish qilgan vaqtning o'zida ishkilindi. Ya'ni Yuanshuning o'zining oqibargayiga Shujan hujum qilib qolsa qanday qilamiz? Yuanshu bilan Lyubey birlashib ikki tarafdan hujum qilsa qanday qilamiz degan vaqtning o'zida Goja yana tadbir ko'rsatdi. Yuanshuning ilkasi asta. Bu kesib bir ishlarni kichik bir taraf qilinmaydi. Qattiq ishkilindi. Har qanday bir jangda 9 o'lish yengish ehtimolli bo'lsa, yenilish qilinib baqidi. Fursatni tuta olishi asosan mumkin emas bu Yuanshuning. Unisiga Yuanshu o'lib ketib, buni yurgi bir qatim mujilib ketdi. Xotirjam bo'lsa, Yuanshu bu qaror chiqarib qo'shinni otlantirib, Shujan hujum qilib bo'g'icha biz oldi burun Lyubeyni yo'qotib, Shujoni elib, yana kaynimizga chekinib, Shujanga yetib bulaymiz. Vaqt tamamen yetdi deb bir ko'rsatdi. Yuanshuni to'liq tushunib bo'lgan emasmi Goja? Bizmi bu ishlarni shu Gojaning paraz qilindek chiqdi yana. Keyin Sausav Yuanshu bilan hayotlamat Gwendu jangni qilgan vaqtda Jangdun yana egallagan Sunsi bu yer Yuanshu bilan birlashib Shudo hujum qilib kelishi mumkin degan bir paranglar chiqdi. Va Sunsi Yuanshu hamkorlashib Shudoni ep qolsa biz yana bir qatim qo'shib mag'lub bo'lishimiz mumkin deb ikkilangan vaqtning o'zida Goja yana o'tirg'i chiqib Sunsi texnat yosh uzichinoat Batur Jangdun egallash jarayonining o'zida bu nurg'un vahshiyliklarni qildi, nurg'un Baturlarni o'ltiribdi. Bularning oila tavovatlarigami shunday xiymat-xatarlar yuz berdi. Shuning uchun Jangdungni tek to'liq tinchlantirib bulanmadi yangi og'am bilan. Sunsiga bek ko'ngil bo'lib ketmasakmi, Jangdungning o'zida buni xiymat-xatar yetishi mumkin. Jangdungni kaynin tinch tashlab qo'yib, bu biz bilan jang qilishga tek bu nimiz to'shmaydi deb bir hukm chiqardi. Uzak o'tmay degandek Sunsiga o'q tegib Jangdungning o'zida yaralandi. Undaqda Sunsini zodi kim qasildi? Pingunchuga maraman. Gwendu jangda Yuanshu echinishlik mag'lub bo'ldi va bu yer ochiq yutib kasal sababidan o'lib ketdi. Eg'ir keldi de bu yoshga cho'ngib qolgan shundami? Biroq ham mush vaqtning o'zida bu Yuanshuning ikki cho'ng o'g'li texi jangda o'lib ketmagan. Bularning qo'lida muntizim qo'shin armiyasi bor tex nurg'un yer zimini tex tutib turibdi. Shundan bilan Sausav bu yerda qo'g'lab berib qaytirib hujum o'tili, dushmanning urug'ini to'liq qirvatli degan vaqtning o'zida Goja o'tirib chiqib bularga hujum qilmasak bo'ladi. Yuanshuning bu ikki cho'ng o'g'li Yuanshu Akublar bu ikkisi cho'qim petishamaydi. Cho'qim birisi bilan urushib, ziddiyatlashib bu yerda taxtda olishdi. Navbat qo'g'lab hujum qilsak, ular birlashib bizga taqobil turish mumkin. Uningda biz qarimiz bo'lmay kelsak, bular o'zaro ziddiyatlashib, tipishib, ikki jang bilan asraydi. Ikki yo'lbos urush bosirgan vaqtda bir hujum bilan kelib pak yug'ishtiryapmiz deydi. Gojaning paraz qilgandek bu yerga Sausav qo'shinlarini chekindirib Shujan qilib berib bo'g'icha Yuanshu bu ishga aqlning jangi oldi bir xabar bo'lgan gap bo'ldi. Shuning bilan qoldi qo'shinni Sausav bir hujum bilan elib Yuanshuni pak yo'qotgan bo'ldi.